Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Bugun xudo xolasa Ozod Yangiobod qishlog'idagi telefon xizmatlarimizni yana bir bor yakunlab oldik. Qadrdonlar, mana uyimizni ko'cha tomondagi shapkasi. Qadrdonlar, buni karniz 80 chiqqan, kurugim 80, aylan atrofi. İçimiz 350 ga 220. Joyimiz rombik chiqqan. Rombikka oynak, plafon, barcha nimalar ketgan. Piyayna holatda bo'lgan. Uzun o'pshi ko'chamiz. Aylan atrofi 25 metr. 25 metrga vodostoyka, silifini o'rnatmadik. Qadrdonlar, piyayna holatda bo'lgan. Kortlarimiz oq fasonda bo'ldi. Stoykalarimiz ketgan rasotlari 15-20 ga 20 bo'lgan. Qadrdonlar, vodostoykalarimiz hammasi joy-joyida. Silifi o'zi yaxshi ekan. Qadrdonlar, silifga tegmaganmiz. Karniz oq kaseta, qora piyayna holatda bo'lgan. Qadrdonlar, mana qadrdonlar, yaltiroq kamar hisobda chiroyli. Uy egalari yaltiroq kamar bo'lsin deyishdi. Obunachilarimiz. Hop, shu yerga ketgan rasxotlarimiz hammasi bo'lib, ichkarida ham bor, ichkarilari hali olmadik. Ketgan rasxotlarimiz mashiga shu yerga mustaqil hammasi bo'lib 135 kvadrat hop tunika rasxot qildik. Mana obunachilarimiz. Silifga umuman tegmadik, qo'l ham tegizmadik. To'g'ri, jicha ligirovka qilib qo'ydik. Atak chiroyli chiqdi. Shu pasonimiz bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.